Rahmatullo aka, bu qaysi birini oldingiz? Naliviyni oldingizmi? Bunisini bular hamma inamarkan meni. Hozir bilmay qoldim, qaysi birida keldingiz? Aka eng yaxshisilar dedi. Voy bilan. Voy, go'sht o'zini ko'ryapsizlarmi? Go'sht o'zi. Sho'rvalarni, qarang sho'rvalarni. Nondan sindirish kerak, yeyish kerak mana. Bu 6 ariq somsasi bo'ladi. Ertalabda maza qilib yeyish kerak. Qo'ymat bolalar kelganda mana. Rahmatullohga qo'ymat bolalar. Somsa keldi, salat, smetana, somsa go'sht o'zi-yu, sho'rva, kompotlar. Qalay ekan bu somsa? Zo'r aka. Krasavchi bola, qalay ekan somsa? Zo'r. O aka mana qalampir deyapsiz. Somsa yeyapsizmi aka? 6 somsa qalay ekan aka? 6 somsa uda, nomeradin kelaverasizlar aka 6 somsaga. Gap yo'q. Buna joyda ikkita topib Sho'rvasini berildi, salat berildi, kompot, smetana berildi. Aka qaysi o'rtag'ingiz endi buni shirin mazza ovqatlar kimga tavsiya qilasiz bu mazali somsani? Menga tavsiya qilaman-da. Imini bittasi bormi zo'ri, mazza qilib yeydigan. Imini Muhammadjon kelaverasiz. Muhammadjon ko'rdingiz-a, shuna mazzali somsaga siz taklif qilyapti. Sho'rva, kompot, smetana, salatlar bepul. Kemagingiz bo'lmaydi endi. 6 somsa eng zo'ri. Eshitilayna? Mazza qilinglar.